Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bu darsimizda biz dose response mavzusini gaplashib o'tamiz. Ya'ni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, organizmda qanday dozada biz dori beradigan bo'lsak, mana shu dozalarga organizm qanday qilib javob qaytaradi. Mana shularni bugun batafsil o'rganib o'tamiz. E'tibor qarating, birinchi slaydimizda bizda effektivlik haqida ma'lumot bergan. Effektivlikni biz ingliz tilida efficacy deb ataymiz. E'tibor qarating, efficacy bu effektivlik degani. Ya'ni mana shu xususiyat doriga tegishli. E'tibor qarating, maximal effect a drug can produce deyapti. Ya'ni do'stlar, dorilar agar organizmga berilganda o'zini o'sha maksimal effektini qachonki namoyon qilsa, bizga foydali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tushunarli? Masalan, bu yerda aytyaptiki, agar bizda og'riq bo'ladigan bo'lsa, mana shu og'riqni, ya'ni painni kontrol qilishda bizga morfin ko'proq yordam beradi. Ya'ni mana bu aspiringa biz solishtirganimizda ayni morfin effektivligi yuqori. Tushunarli? Bu yerda effektivlik degan tushuncha ayni mana shunday tushuncha. Ya'ni organizmda o'zini maksimal effektini ko'rsatadi. Ya'ni masalan, og'riq bizda o'sha 100 bo'lib turibdi aytaylik, og'riq 100. Ya'ni biz mana shunday 100 lik ko'rsatkichda baholaydigan bo'lsak, og'riq 100 holatda turibdi. Lekin biz mana shu yerda aspirinni beradigan bo'lsak, og'riqni masalan 50% ni bartaraf qilishi mumkin. Tushunarli? Ya'ni bunda effektivlik pastroq. Lekin morfin beradigan bo'lsak, mana shu og'riqni to'liq hammasini, ya'ni 100 bo'lsa 100% ni hammasini kamaytiradi. Mana shu yerda do'stlar biz solishtiradigan bo'lsak, morfinni effektivligi aspirinni effektivligidan yuqori deb aytsak bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, davom etamiz. E'tibor qarating, bizda keyingi tushuncha bu potensiallik, ya'ni potency deb ingliz tilida aytiladi. Bu potensiallik nima degani do'stlar? Biz organizmga dorini qanchalik kichkina dozada beradigan bo'lsak va u o'zini maksimal effektiga erishadigan bo'lsa, bu shunchalik potensial dori deyiladi. E'tibor qarating, masalan, A dorini biz 5 mg berdik, B dorini 50 mg da berdik. Lekin do'stlar, bu yerda ikkalasi ham o'zini maksimal effektiga erisha oladi. Ya'ni do'stlar, masalan, o'sha 100 og'riqni olaylik, masalan, og'riq 100 holatda turibdi. Agar biz A doridan 5 gram beradigan bo'lsak ham, mana shu 100 og'riqni hammasini qoldiradi. B doridan ham agar biz 50 beradigan bo'lsak, mana shu 100 og'riqni hammasini qoldiradi. Tushuntira oldimmi? Bu yerda biz A doridan 5 beryapmiz, B doridan 50 beryapmiz. Tushunarlimi? Bu yerda biz aytishimiz kerakki, A dorini potensialligi B doridan 10 barobar yuqori. Tushunarli? Bu yerda qanchalik doza kichkina bo'ladigan bo'lsa, ya'ni beriladigan miqdor shunchalik kichkina bo'ladigan bo'lsa, u shunchalik potensial dori deyiladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, davom etamiz. Bu yerda aytyapti, more potent, not necessarily superior. Ya'ni do'stlar, qanchalik dori potensial bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'sha uni effektivligiga erishish shunchalik yaxshi, tezroq erishiladi degan ma'noni anglatadi. Xo'p, e'tibor qarating, mana shu yerda pain control ko'rib o'tamiz, ya'ni o'sha og'riqni biz ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda X o'qda, mana bu X o'qda doza va ayni mana bu Y o'qda ko'radigan bo'lsak, og'riq qoldiruvchi dorilarni qanchalik og'riq qoldirishi, ya'ni analgezik xususiyati bizga namoyon qilib ko'rsatilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Masalan, morfin ko'rib turibsiz, morfin og'riqni hammasini qoldiryapti, ya'ni og'riqni to'liq mana shu uchigacha borib o'sha qoldiryapti. Ya'ni ko'ryapsiz, mana bu yerdagi Y o'qni eng uchki qismigacha boryapti morfin. Endi aspirinni ko'radigan bo'lsak, aspirin bu Y o'qni uchiga borgan yo'q. Ya'ni mana bu yerda o'rtada qolib ketyapti. Demak, biz aytishimiz kerakki, bu yerda effektivlik morfinda yuqori. Aspirinda bo'ladigan bo'lsa, effektivlik past. Tushunarli? Endi bu yerda biz potensiallikni ham baholashimiz mumkin. Ya'ni do'stlar, e'tibor qarating, bu yerda doza mana bu yerda o'lchangan. Masalan, mana bu yerdagi dozani siz 5 deb oladigan bo'lsangiz, mana bu yerdagi dozani siz masalan 10 deb oling. Endi qarang, e'tibor qarating, mana bu yerda 5 gram, masalan 5 gram morfin yuboradigan bo'lsangiz, u o'zini maksimal effektiga erishyapti. 10 gram aspirin yuboradigan bo'lsangiz, u o'zini maksimal effektiga erishyapti. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, morfin ham potensial dori, ya'ni ham potensialligi kuchli, ham effektivligi kuchli. Tushunarli? Bu yerda morfinni potensialligi aspirinni potensialligidan 2 barobar kuchli. Xo'p, menimcha tushuntira oldim. Xo'p, davom etamiz do'stlar. E'tibor qarating, bu yerda aytilyaptiki, for many drugs we can measure response as we increase the dose.
Ya'ni do'stlar, shunday dorilar borki, biz qanchalik dozasini oshirsak ham organizmda ularga beradigan o'sha javob reaksiyalarni o'lchash imkoniyatiga ega ekanmiz. Masalan, biz birinchi navbatda o'sha 10 gram dori yubordik va uni biz o'sha organizmda qanday ta'sir ko'rsatyapti, buni o'lchash xususiyatiga egamiz. Va keyinchalik masalan 20 gram jo'natdik. Ayni 20 gram jo'natganimizda u qanday ta'sir ko'rsatadi? Ayni mana shu ikki xil ta'sirni ham keyinchalik solishtirib bir-biriga taqqoslab o'rganishimiz mumkin ekan va buni maxsus o'sha grafiklar yordamida o'rganamiz. Va bu grafikda do'stlar albatta x o'qida doza joylashar ekan va y o'qida do'stlar organizmning javobi joylashar ekan. Va buni hozir biz ko'rib o'tamiz pastda. Undan avval ayni mana shu dorini yuborganimizda doriga nisbatan organizmning javobini qanday turlar borligini ko'rishimiz kerak. Asosan ikki xil respons bor. Ya'ni do'stlar, doriga nisbatan organizmning ikki xil responsi bor. Bu responslar graded or quantal response. Do'stlar, buni o'zbek tilida muqobil tarjimasini bilmadim, lekin sizlarga buni ma'no jihatdan izohlab tushuntirib bera olaman. Ya'ni birinchi ko'rib o'tadigan bo'lsak, graded response qanday respons? Masalan, tasavvur qiling, qon bosimi 140 gacha ko'tarilgan. Xo'p, qon bosimi 140 gacha ko'tarilgan va ayni mana shu yerda biz dori beradigan bo'lsak, bu 140 ni o'sha pasaytirish uchun sekin-sekinlik bilan pasaytirishimiz mumkin. Ya'ni masalan 140 birinchi navbatda 130 ga tushadi. Keyinchalik 125 ga tushadi, to'g'rimi? Keyinchalik mana normal holatga tushadi. Keyinchalik 120 ga tushadi. Ayni mana shu narsa organizmning graded response, ya'ni darajama-daraja organizmda mana shunday nima ko'rsatishi, respons ko'rsatishi, ya'ni javob ko'rsatishi bu graded response deyiladi. Ya'ni birdaniga effektni to'liq ko'rsatmaydi, darajama-daraja ko'rsatib boradi. Aytganimdek, birinchi navbatda o'sha qon bosimi 140 edi, biz dori berdik, 130 ga tushdi, sekin-sekinlik bilan yana 125 ga tushdi va oxiri normallashdi. Mana shu graded response deyiladi. Tushuntirib oldimmi? Endi bizda boshqa respons ham bor. Bu respons quantal response deyiladi. Xo'p, bu qanday respons turi? Qanday javob turi? E'tibor qarating, biz organizmga dori yubordik va aynan terapevtik effekt, ya'ni bizga kerakli bo'lgan, biz o'sha erishishimiz kerak bo'lgan effektga erishdimi yoki yo'q. Mana shuni inobatga olamiz. Bo'ldi. E'tibor qarating, masalan, example aytyapti. Bu yerda o'sha masalan 140 dan yuqori qon bosimida bu yerda ham misol keltirgan. Masalan, tasavvur qiling, bu yerda 140 ayni 140 dan ham baland qon bosimi bor va biz dori yubordik. Ayni mana shu dori yuborganimizda bu yerda qon bosimini qanchaga tushira oldi emas, qanchalik tushira oldi emas, tushirdimi yoki yo'qmi? Mana shu muhim ahamiyatga ega. Masalan, 130 ga tushirgan bo'lsa ham bu yerda biz quantal responsga yes deb javob beramiz. Yoki masalan 135 ga tushirgan taqdirda ham bu yerda dori ishlayapti. Ya'ni o'zini javobini beryapti. Dori organizmga ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni 140 dan hattoki 135 ga tushiryapti. Demak, dorining ta'siri bor. Shunda biz o'sha terapevtik effektga erishdimi, ya'ni quantal respons ko'rsatdimi desak, yes deb javob berishimiz kerak. Bu yerda xullas ikki xil javob bo'lishi mumkin quantal responsda. Ya'ni biz ha yoki yo'q deb javob beramiz. Dori organizmga ta'sir ko'rsatsa, ha, agar ta'sir ko'rsatmasa, no. Tushunarli? Bu yerda darajama-daraja ta'sir ko'rsatish muhim ahamiyatga ega emas. Ta'sir ko'rsatdimi bo'ldi. Buni yes deb javob beramiz. Ta'sir ko'rsatmasa no deb javob beramiz. Aynan mana shu yerda quantal effektni biz o'sha qanchalik effektga erishganini, ya'ni qancha foiz insonlarda o'zini effektini beryapti, mana shuni ham hisoblab ko'rishimiz mumkin. Bu yerda aynan mana shu yerda shu narsani aytyapti. Masalan, do'stlar, xo'p, 10 ta bemorga biz dori yubordik. Aynan mana shu 10 ta bemordan aytaylik, 7 tasida biz bergan dori o'zini effektini berdi. Ya'ni bu 70%, to'g'rimi? Aynan mana shunday biz necha foiz effektga erishganimizni aniqlab topishimiz mumkin ekan. Bu juda ham oson. Xo'p, davom etamiz do'stlar. E'tibor qarating, hozir va'da qilganimdek ayni mana shu grafikni sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'taman. Bu yerda x o'qda doza joylashgan ko'rishingiz mumkin, ya'ni dorining dozasi joylashgan ko'rishingiz mumkin va y o'qda do'stlar dorining maksimal effekti joylashgan ko'rishingiz mumkin. Maksimal effekt Emax bilan belgilanadi. Esdan chiqarmang, Emax bu dorining maksimal effekti. Endi bitta narsaga ham diqqat qilishingiz kerak bu yerda. Ya'ni dorining dozasi qanchalik oshirilgani sari o'sha Emax ga yetishi shunchalik osonlashib boraveradi. Ya'ni qarang, masalan biz 10 gram dori yubordik. 10 gram dori yuborganimizda bu yerda o'sha dorining effekti aynan mana bu chiziqda, mana bu nuqtada to'xtayapti. Xo'p, endi biz dorining dozasini 20 ga oshirdik. Dorining dozasi 20 ga oshganda uni effekti mana bu chiziqgacha ko'tarildi. Ko'ryapsiz? Ma'lum miqdorda ko'tarildi. Lekin maksimal effektga erishgani yo'q. Endi biz dorining dozasini 30 ga oshiryapmiz. Qarang, dorining dozasi 30 ga oshganda bu yerda maksimal effektga erishilyapti.
Ya'ni bu yerda o'sha 30 gram maksimal effektga erishish uchun yetarli ekan. Endi do'stlar, ayni mana shu maksimal effektga erishilgandan so'ng dorining dozasini siz qanchalik ko'tarmang foydasi yo'q, maksimal effekt oshmaydi. Ya'ni maksimal effekt yuqoriga qarab mana bunday o'sib bormaydi. Tushunyapsizmi? Endi bu yerda maksimal effekt o'sha bir tekis bir chiziqda bo'lib mana shunday davom etib ketaveradi. Ya'ni biz dorining dozasini o'sha 40, 50, 60 qilib mana bu yoqqa oshirsak ham foydasi yo'q. O'sha maksimal effekt bir tekisda davom etaveradi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu yerda yana aytib o'tishim kerak bo'lgan bitta narsa bor. Xo'p, diqqat qiling, bu yerda E50 bor. E50 bu nima? E50 do'stlar, mana bu yerda Emax bor-ku, qarang. Maksimal effekt. Ayni mana shu maksimal effektni yarmiga erishish uchun kerak bo'ladigan dorining dozasi. Tushunarli? E50 bu o'sha maksimal effektni yarmiga erishish uchun kerak bo'ladigan dorining dozasi. Bizda yana bitta ko'rsatkich bor. E'tibor qarasang, E50 emas, bu EC50. Ya'ni mana bu yerda qarang, EC50. Bu sal boshqacharoq. EC50 o'sha maksimal effektni yarmiga erishish uchun kerak bo'ladigan dorining konsentratsiyasi. EC50 bu konsentratsiya, E50 bo'ladigan bo'lsa bu doza. Tushuntira oldimmi? Xo'p, ayni mana shu grafikga ham e'tibor qilamiz. Bu yerda o'sha EC50 bilan potensiallikni bir-biriga o'sha solishtirib taqqoslagan. Xo'p, ko'rishimiz mumkin. Masalan, EC50 konsentratsiya dedik. Ya'ni masalan mana bu yerda konsentratsiyani, xo'p, aytaylik, mana bu 7 gram deb ayni mana shu nuqtada oldik. Ya'ni dorining maksimal effektini yarmiga erishish uchun hozircha o'sha 7 gram dori kerak bo'ldi. Ko'ryapsiz? 7 gram dori kerak bo'ldi. Endi tasavvur qiling, yana bitta biz o'sha boshqa dorini olamiz va bu dorini o'sha E50 ga, ya'ni maksimal effektni, do'stlar, maksimal effektni yarmiga erishish uchun bizda endi sal boshqacharoq konsentratsiya kerak. Masalan, tasavvur qilaylik, bu yerda xo'p 80 konsentratsiya kerak bo'ldi. Va bu yerda do'stlar ko'ryapsiz, nima o'zgaryapti? Albatta EC50 oshyapti. EC50. Ya'ni dorining konsentratsiyasi oshyapti. Dorining konsentratsiyasi qanday konsentratsiyasi? Mana bu yerdagi maksimal effektni yarmiga erishish uchun kerak bo'ladigan dorining konsentratsiyasi oshyapti. Xo'p, e'tibor qarating, sizlarga endi solishtiraman. Mana bu yerda EC50 masalan 7 degandim, to'g'rimi? Mana bu yerda 80 ga o'zgaryapti. Xo'p, ikkalasini solishtiraman. Mana bu yerdagi o'sha EC50 past bo'lgan mana bu dorini potensialligi yuqori. Tushunyapsizmi? Potensialligi yuqori. Mana bu yerdagi 80 bo'lgan o'sha dorini potensialligi bo'lsa past. Tushunarli? Xo'p, ikkalasi bu yerda o'sha teskari tushuncha, ya'ni teskari proporsional desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni dorini EC ko'rsatkichi, ya'ni EC50 ko'rsatkichi qanchalik kichkina bo'ladigan bo'lsa, uni potensialligi shunchalik yuqori bo'ladi. Xuddi biz yuqorida gaplashib o'tdik. Masalan, dorini konsentratsiyasi, oddiy konsentratsiyasini gaplashadigan bo'lsak, masalan, biz 5 gram yuboradigan bo'lsak, u o'zining maksimal effektiga erishsa, u potensial dori. Lekin 10 gram dori yuborib, o'sha dorini maksimal effektiga erishsak ham, u potensial dori. Lekin biz birinchi dorida 5 gram yuborganda, ikkinchi dorida 10 gram yuboryapmiz. Birinchi dorini, mana bu dorini potensialligi bu doriga nisbatan 2 barobar yuqori. Tushuntira oldimmi? Ya'ni ikkalasi do'stlar bir-biriga teskari proporsional. Bu yerda EC50 qanchalik tushadigan bo'lsa, potensiallik shunchalik oshib boraveradi. Xo'p, buni tushuntir oldim deb o'ylayman. Xo'p, davom etamiz do'stlar. E'tibor qarating, mana shu grafikda dorilarni potensialligini solishtirib o'rganamiz. Masalan, bu yerda A, B, C 3 ta dori keltirilgan va 3 xil rangda mana shu grafikda tasvirlangan. Va bu yerda ayni mana shu dorilarni EC50 ko'rsatkichlarini raqamlarda birinchi ifodalab chiqamiz. Masalan, mana bu A dorini ko'radigan bo'lsak, buni EC50 ko'rsatkichi masalan, xo'p, 10 deylik. Endi B dorini mana bu yerdagi EC50 ko'rsatkichi aytaylik 20. Masalan, 20 deylik. Mana bu yerdagi C dorini xo'p, EC50 ko'rsatkichi 30 deylik. Ya'ni bu yerda o'sha A, B, C da, ya'ni A dan B ga, B dan C ga o'tgan sari bu yerda EC50 ko'rsatkichi oshib boryapti. Ya'ni 10, 20, 30 ga oshib boryapti. Demak, bu yerda EC50 ko'rsatkichi qanchalik oshsa, ularning potensialligi shunchalik kamayib boradi. Tushunarli? Ya'ni bu yerda eng potensiali kam dori bu C, o'rtachasi bu yerda B, eng potensiali kuchli dori A. Ya'ni bu yerda tushuntira oldim. Qarang, bu yerda potensiallikni ko'rsata olgan. Potensiallik mana ayni o'ngdan chapga qarab, ya'ni C dan A ga qarab potensiallik oshib boryapti. Xo'p, davom etamiz. E'tibor qarating, endi bizda o'sha potensiallik emas, dorining effektivligi ko'rsatilgan. Xo'p, dorining effektivligi qanday? Masalan, bu yerda ikki xil dori ko'rsatilgan, A dori va B dori. Xo'p, A dorini siz ko'rishingiz mumkin. Emax'ini, ya'ni maksimal effektni masalan mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu nimada chiziqda bu 10 deb tasvirlaylik. Masalan, B dorini maksimal effektini siz ko'rishingiz mumkin mana bu nuqtada. Ya'ni bu nuqtada masalan 20 deb tasvirlaylik. Endi albatta bu yerda effektivlik qaysida yuqori? B dorida effektivlik yuqori.
Xo'p, bu ham juda ham oson tushuncha. Effektivlik bu yerda B dorida yuqori ekan. Ya'ni effektivlik bilan potensiallik bir-biriga o'sha solishtirib o'rganishimiz kerak. Ular aslida qanday ko'rsatkichlar, bir-biridan nima farq qiladi? Xo'p, davom etamiz. E'tibor qarating. Endi mana shu yerda dorilar, ya'ni biz avvalgi darslarimizda gaplashganmiz. Kompetitiv, non-kompetitiv bo'lgan dorilarni gaplashgandik. Ayni mana shunday dorilar ta'sir ko'rsatsa, endi grafikda qanday ta'sirlanishi mumkin? Buni sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, e'tibor qarating, ayni mana bu yerda X o'qda yana dorining dozasi va Y o'qda o'sha dorini Emax ko'rsatilgan. Emax ko'rsatilgan. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, ko'k chiziqda bu yerda reseptor agonist, ya'ni biz ma'lum bir agonist yuborganimizda qanday ta'sir ko'rsatadi? Ko'rishingiz mumkin. Masalan, bu yerda ham biz o'sha EC50 ko'rsatkichini hisoblab yozamiz. EC50 ko'rsatkichi masalan, xo'p, 10 deylik. Endi biz o'sha agonist doriga qo'shimcha ravishda kompetitiv antagonist jo'natyapmiz. Ya'ni ikkalasini birgalikda jo'natyapmiz. Qarang. Agonist doriga qo'shimcha ravishda kompetitiv antagonist jo'natyapmiz. Va bu yerda do'stlar nima bo'lyapti? Bu yerda Emax o'zgarmayapti. Qarang, Emax mana ko'k dorida ham va yashil dorida ham bir xil bo'lyapti. Ya'ni ikkalasi ham Emaxga erisha olyapti, lekin bularda EC50 o'zgaryapti. EC50 degani konsentratsiya edi. Qarang, mana bu yerda o'sha agonist bilan kompetitiv antagonist yuborganimizdagi EC50 ko'rsatkichi 20 ga oshyapti. Tushuntira oldimmi? Biz avvalgi darsimizda o'sha K ham o'zgaradi degan edik. Ayni bu yerda kompetitiv antagonistni ham qanday turi? Bu reversible turi. Reversible turiga biz qanchalik o'sha ortiqcha konsentratsiya dori beradigan bo'lsa, o'sha joydan chiqib keta olardi va biz o'sha Vmax ga erisha olardik avvalgi darsimizda. Endi bu yerdan xuddi shunday ko'rsatkich Emax ga biz erisha olamiz. Emax ga erisha olamiz. Faqatgina mana bu yerda dorini mana bu konsentratsiyasini ozroq oshirdik. Mana bu yerda 10 edi, birinchi 10 edi. Biz 20 ga oshirsak, yana o'sha Emax ga erishib ketyapmiz. Tushunarli-a? Xo'p, endi davom etamiz. Non-kompetitiv antagonist yuborganimizda-chi qanday o'zgarish sodir bo'ladi? E'tibor qarating, non-kompetitiv antagonist yuborganimizda bu yerda o'sha masalan ta'sir ko'rsatadigan ferment to'lig'icha bloklanib qolardi. Avvalgi darsimizda gaplashgandik. To'lig'icha bloklanib qolardi va Vmax ga erisha olmasdi. Ayni mana shu yerda ham xuddi shunday ko'rsatkich, ya'ni Emax ga erisha olmaydi. Emax ga erisha olmaydi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, ko'k chiziqda bu reseptor agonistini yuboryapmiz va u o'zini Emax ga erishyapti. Mana Emax ga erishgan. Lekin bizlar do'stlar e'tibor qarating, o'sha reseptor agonistiga qo'shimcha ravishda non-kompetitiv antagonist yuboryapmiz. Endi e'tibor qarating, bu non-kompetitiv antagonist. Non-kompetitiv antagonist yuborganimizda bu yerda nima bo'lyapti? O'sha maksimal effekt tushyapti. E'tibor qarating, maksimal effekt mana bu yergacha tushib qolgan. Ayni mana shuncha pastlayapti. Ko'ryapsiz, non-kompetitiv antagonistda maksimal effekt tushar ekan. Xuddi o'tgan darsimizdagi o'sha Vmax ga o'xshash bu ham. Xo'p, davom etamiz do'stlar. E'tibor qarating, endi biz spare retseptorlar haqida gaplashamiz. Xo'p, tarjima qiladigan bo'lsak, bu zaxira retseptorlar. Ya'ni organizmda masalan 100 ta retseptor bor deb tasavvur qiling. Dorini maksimal effektiga erishish uchun shularni 20-30 tasi yetarli bo'lishi mumkin. Va qolgan o'sha 70 ta, 80 tasi do'stlar, bular spare retseptorlar, ya'ni zaxirada o'tiradigan retseptorlar hisoblanadi. Xo'p, e'tibor qarating, bizga aytayaptiki, o'sha spare retseptorlar boshqa bir retseptorlar bloklasa ham, bu spare retseptorlar ishlashi mumkin ekan, aktiv holatda ishlashi mumkin ekan. Tushunarli-a? Ya'ni bu yerda aytilyapti, maksimal responsga erishish mumkin ekan. Bu yerda qachonki o'sha retseptorlar bloklanganda ham, ya'ni ba'zi retseptorlar bloklangan bo'lsa ham, bu yerda biz maksimal effektga erishishimiz mumkin. Chunki zaxiradagi spare retseptorlar mavjud. Masalan, biz eksperiment o'tkazib ko'radigan bo'lsak, tajriba o'tkazib ko'radigan bo'lsak, bu yerda aytibdi, masalan, irreversible antagonistni yuborib ko'r va bu yerda sen o'sha natijani kuzat deb bizga aytibdi. Va biz ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda ayni mana shu grafikda siz X o'qda yana dorining dozasini va Y o'qda maksimal effektni ko'ryapsiz. Va bu yerda biz birinchi navbatda mana bu ko'k rangda, mana bu ko'k rangdagina do'stlar, buni biz nima deb belgilaymiz? Albatta agonist dori deb belgilaymiz. Va agonist dori yuborilganda mana bu yerda do'stlar o'zini maksimal effektiga erishyapti. Lekin do'stlar, biz do'stlar nima qilamiz? Endi ayni mana shu agonistga qo'shimcha ravishda kam dozada non-kompetitiv antagonist yuboramiz. E'tibor qarating, kam dozada non-kompetitiv antagonist yuboryapmiz. Endi biz avval gaplashgandik, non-kompetitiv antagonist yuborganimizda u maksimal effektga erisha olmasdi. Mana sizlarga qaytarib ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana non-kompetitiv antagonist yuborganmiz mana bu yerda. Non-kompetitiv antagonist o'sha agonist bilan qo'shib yuborganmiz, lekin u maksimal effektga erisha olmagan. Lekin do'stlar, bizda spare retseptorlar borligi hisobiga mana bu yerda biz o'sha agonist bilan non-kompetitiv antagonistni kam dozasini yuboradigan bo'lsak, u maksimal effektga erishyapti. Ko'ryapsiz? Mana bu yerdagi Emax ni chizig'iga yaqinlashyapti.
Tushunyapsiz? Endi biz mana bu yerga e'tibor qarating. O'sha agonist bilan qo'shimcha ravishda o'sha antagonistni endi non kompetitiv antagonistni yuqori dozada beradigan bo'lsak, ya'ni dozasini yuqori qiladigan bo'lsak, bu yerda endi maksimal effektga erisha olmas ekanmiz. Xo'p, davom etamiz. Do'stlar, e'tibor qarating. Endi biz partial agonistlar haqida gaplashamiz. Ya'ni qisman agonistlar haqida gaplashib o'tamiz. Bularni to'liq agonistlardan nima farqi bor? Birinchi navbatda bu yerda aytilyaptiki, similar structure to agonists. Ya'ni to'liq agonistlarga bular tuzilish jihatdan o'xshash, lekin effekti ularnikidan kam deb bizga aytayapti. Xo'p, buni sizlarga grafikda ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, agonistni va partial agonistni yolg'iz biz qo'llaganimizda qanday effektga erishamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, ko'k rangda biz full agonistni, ya'ni to'liq agonistni ko'ryapmiz. U Emax ga erishyapti, ya'ni o'zini maksimal effektiga erishyapti. Lekin siz o'sha yashil chiziqda ko'rib turibsiz, bu yerda biz partial agonistni yuborganimizda u maksimal effektga erisha olmayapti. Ya'ni effekti bu yerda kam bo'ladi. Farqi shunda, ya'ni partial agonistni to'liq agonistdan farqi uni maksimal effekti past bo'lishida. Tushuntira oldimmi? Endi e'tibor qarating, bu yerda mana shu grafikda biz single dozada, ya'ni bir dozada agonist yuboryapmiz va ayni partial agonistni dozasini oshirib boryapmiz. Ya'ni mana buni sizlarga o'qib tarjima qilib berdim. Ya'ni single dose agonist yuboryapmiz, bitta dozada o'sha agonist yuboryapmiz va partial agonistni bu yerda miqdorini, konsentratsiyasini oshirib boryapmiz. Xo'p, e'tibor qarating, bu yerda x o'qda o'sha agonist, ya'ni partial agonistni dozasi, e'tibor qarating. Qisman agonistni bu dozasi keltirilgan x o'qda. Endi y o'qda bo'ladigan bo'lsa, mana shu y o'qda do'stlar, bu dorilar qanchalik bog'lana oladi? Qanchalik bog'lana olish foizi keltirilgan, ya'ni binding ko'rsatkichi. Tushunarli? Endi sizlarga buni ko'rsatib tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi navbatda do'stlar, bu yerda agonist 100% bo'lgani uchun, ya'ni bir dozada bo'lgani uchun u agonist to'liq mana bu yerda binding ko'rsatkichi 100%. Ya'ni yashil bu o'sha to'liq agonist. Va bu yerda biz ko'rishimiz mumkinki, partial agonist boshida kam edi. Ya'ni boshida o'sha 1-2% 0 edi va vaqt o'tgan sari partial agonistni mana ko'ryapsiz, bu tomonga qarab partial agonistni dozasi oshib boradi. Va doza mana shunday oshishi bilan ko'ryapsiz, bu yerda binding ko'rsatkichi mana shunday yuqori ko'tarilyapti. Ko'ryapsiz? Mana shu yuqoriga ko'tarilgan mana bu chiziq, bu binding ko'rsatkichi, ya'ni birikish ko'rsatkichi, dorini birikish ko'rsatkichi, dorini o'sha ma'lum retseptor bilan bog'lanish foizi. Tushuntira oldimmi? Endi bu yerda o'sha partial agonist qanchalik o'sha retseptor bilan bog'langani sari bu yerda yolg'iz dozada yuborilgan o'sha agonistni ko'rsatkichi kamayib boryapti, ya'ni bog'lanish foizi kamayib boryapti. Chunki do'stlar, biz agonistni single dozada, ya'ni yolg'iz bitta dozada yuborgan edik. Lekin partial agonistni biz dozasini yuqori qilib oshirib boryapmiz. Ayni shunga mos ravishda bu yerda vaqt o'tgani sari xo'p, agonistni binding ko'rsatkichi mana bunday pastlab boryapti va biz dozani oshirganimiz sari o'sha partial agonistni binding ko'rsatkichi, ya'ni bog'lanish ko'rsatkichi oshib boryapti. Ko'ryapsiz? Xo'p, davom etamiz. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin, xuddi shu narsani sal bo'lsa ham total response bor. Ya'ni total response degan qo'shimcha o'sha umumiy bu yerdagi javobi bor. Total response degan ham partial agonistni, ham bu yerda to'liq agonistni birgalikda organizmga javobi response ko'rsatilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Endi y o'qda o'sha binding ko'rsatkichi emas, response, ya'ni organizmga response keltirilgan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu yerda hozir sizlarga spotlayman. Mana ko'ryapmiz, bu yerda xo'p, agonist, mana yashil o'qdagi agonistni siz javobini, responsini mana bu yerda ko'ryapsiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin partial agonistni javobini. Ya'ni partial agonist bu tomonga o'tgan sari buni dozasi oshib boryapti. Ko'ryapsiz, dozasi oshgan sari buni responsi, organizmga javobi ham oshib boryapti. Ya'ni mana bu nuqtaga kelib joylashdi. Endi biz o'sha partial agonist bilan birgalikdagi mana bu to'liq agonistni birgalikdagi total responsini, ya'ni ikkalasini birgalikdagi responsini mana bu nuqtada ko'rishimiz mumkin ekan. Bu juda ham oddiy tushunchalar, qiyin emas. Ya'ni partial agonist, to'liq agonist qanday ko'rsatadi, ta'sir ko'rsatadi, organizm qanday javob ko'rsatadi, buni menimcha tushunarli bo'ldi. Endi e'tibor qarating, bu yerda o'sha partial agonistlardan ba'zi bir dorilar misol qilib keltirilgan. Masalan, pindalol bilan asibutalol. Bular ikkalasi ham do'stlar o'sha avval, ya'ni oldin do'stlar bular antigipertensiv dori sifatida qo'llanilgan. O'zi aslida bular beta blokatorlar. Bular o'sha avval antigipertensiv dori, ya'ni qon bosimini tushiruvchi dori sifatida qo'llanilgan. Lekin do'stlar bularning effektivligi norepinefringa nisbatan pastroq. Tushunyapsiz? Norepinefrin to'liq agonist deydigan bo'lsa, ya'ni norepinefrin to'liq ta'sir ko'rsatadigan deyilsa, bu yerda o'sha pindalol bilan asibutalol qisman bu yerda ta'sir ko'rsatadi. Tushunyapsiz? Partial.
Xo'p, bu yerda aytyapti, ayni bular qanday nomlangan? Bular intrinsic sympathomimetic activity deb IMA deb atalgan ekan. Va bular o'sha ba'zida o'sha gipertenziv holatlarda qo'llanilgan, qon bosimini pasaytirish uchun. Xo'p, bu yerda aytyaptiki, can cause angina the raw vasoconstriction. Ya'ni do'stlar, bular o'zi aslida qon bosimini pasaytirish uchun qo'llangan bo'lsa ham, ba'zida vasokonstriksiya chaqirib qon bosimini yana oshirishi mumkin. Tushunarli? O'zi aslida bular beta blokator. Beta blokator, ya'ni pendolol bilan acebutolol bular beta blokatorlar, ya'ni yurak ishini pasaytirib organizmda endi qon bosimini ham o'sha tushirishga harakat qiladi. Qisman yordam beradi. Lekin ayni u ta'sirdan tashqari yana qo'shimcha ta'siri bor. Bular o'sha vasokonstriksiya chaqirib, o'sha bizda qon bosimini yana qayta oshirib qo'yishi mumkin ekan. Xo'p, endi davom etamiz. E'tibor qarating, bizda keyingi dori bu buprenorfin. Buprenorfin bu o'sha mioopioid retseptorlarni qisman agonisti. To'liq agonist emas. To'liq agonistlarga morfin kirishi mumkin, geroin kirishi mumkin. Ular to'liq agonist. Buprenorfin bo'ladigan bo'lsa, bu qisman agonist. Endi bular o'sha opioidlarga qaramlikda qarshi qo'llanishda davolanadi. Ya'ni do'stlar, opioidlarga insonlar o'sha qaramlik rivojlanib qoldi. Ularga o'sha o'rganib qoldi. Aynan mana shu o'rganib qolishni, qaramlikni bartaraf qilish uchun biz buprenorfindan foydalanamiz. Xo'p, keyingi dori bu klamifen. Klamifen dorisi bu partial agonist, ya'ni gipotalamusdagi estrogen retseptorlarni partial agonist, ya'ni qisman agonist hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Bu yerda o'sha estrogenni qaytar manfiy feedbackini, qaytar manfiy bu yerda ta'sirini bloklaydi. Va shuni ta'sirida, ya'ni shuni oqibatida bu yerda o'sha LH bilan FSH, ya'ni luteinlovchi bilan follicular stimullovchi gormonlarning miqdori oshadi. Xo'p, endi davom etamiz. Qachon qo'llaniladi? Klamifen bu infertilityda, ya'ni bepushtlikda va polycystic ovarian sindromda qo'llaniladi. Xo'p, davom etamiz do'stlar. E'tibor qarating, endi biz quantal dose response curve haqida gaplashamiz. Xo'p, bu nima maqsadda qo'llaniladi? Hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, masalan tasavvur qiling, biz biror bir dorini qanday dozada beradigan bo'lsak, o'sha 50% insonlarda o'zini effektiga ega. Ayni mana shu narsani aniqlashga bizga yordam beradi bu quantal dose response curve. E'tibor qarating, mana shu grafikda biz ko'rishimiz mumkin. X o'qda do'stlar, mana bu X o'qda doza joylashganda va Y o'qda patientlarni, ya'ni bemorlarni ko'rishimiz mumkin. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bemorlarni foizini yoki bo'lmasa sonini. Xo'p, bu yerda o'sha dozada ko'rishingiz mumkin EJ50 ni va LD50, TD50 lar ko'rishingiz mumkin. Bular nima? Hozir sizlarga tushuntirib beraman. EJ50 bu shunaqa narsaki, do'stlar, ya'ni mana bu EJ50 shunaqa narsaki, 50% bemorlarda terapevtik effektga erishish uchun kerak bo'ladigan dorini dozasi. Terapevtik effekt degani do'stlar, bu davolovchi effekt. Xo'p, masalan sizlarga buni isbotlab ko'rsataman. 10 ta bemorga biz barchasiga 5 grammdan dori berdik. Va ayni mana shu 10 ta bemorni 50%, masalan aytaylik, 5 tasi ayni mana shu doridan tuzaldi. Ya'ni 5 gram doridan tuzaldi. Bu yerda do'stlar o'sha EJ50 5 gram bo'ladi. Tushunarli-a? EJ50 mana bu 5 gram bo'ladi. Tushuntira oldim. Endi bu yerda e'tibor qarating, LD50 va TJ50 bor. Xo'p, bu nima do'stlar? Hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, LD50 va TJ50 quyidagi narsaki, ya'ni 50% bemorda o'lim yoki toksik ta'sirga olib keladigan dorining dozasi. Xo'p, masalan tasavvur qiling. Xo'p, o'sha 10 ta bemor. Biz 10 ta bemorga 20 grammdan dori berib chiqdik. Va mana shu 10 ta bemorning 50% aytaylik, 5 tasida o'lim holati kuzatildi. Va bu yerda biz olishimiz mumkinki, letal doza, ya'ni LD50 bu yerda 20 gram deb. Tushuntira oldimmi? Ayni mana shu narsalar LD50, TJ50 deyiladi yoki bo'lmasa EJ50 deyiladi. Bir-biridan farqi shunda. Xo'p, e'tibor qarating, bu yerda hozir sizlarga buni yana isbotlab ko'rsataman. Ayni mana shu biz terapevtik responsni aniqlashimiz uchun bizga EJ50 yordam beradi. Yoki bo'lmasa nojo'ya ta'sirli adverse responsni aniqlashimiz uchun bizga LD50 va TJ50 lar yordam beradi. Xo'p, bu yerda e'tibor qarating, nima muhim ahamiyatga ega. O'sha 50% patientlarni, ya'ni bemorlarni mana bu 50% da o'sha natija berish kerak. Ko'ryapsizlar, mana bu narsalar o'lchanyapti. 50% bemorda bu natija berish kerak. Xo'p, endi davom etamiz. E'tibor qarating, bizda terapevtik indeks bor. Terapevtik indeks bu nima? Dorilarni o'sha xavfsizligini o'lchashga bizga yordam beradi. Terapevtik indeks bu LD50 ni EJ50 ga bo'linmasi. Ya'ni do'stlar, bizdagi o'sha letal dozani effektiv dozaga, ya'ni terapevtik dozaga bo'linmasi.
Masalan, tasavvur qiling, biz yuqorida gaplashib o'tdik, LD 50 ni 20 gram deb oldik. Masalan, IG 50 ni biz 5 gram deb oldik, to'g'rimi? Bu yerda necha bo'ladi terapevtik indeks? 25 ga bo'ladigan bo'lsa, terapevtik indeks 4 bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda ayni mana shu terapevtik indeks qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, dori shunchalik xavfsiz bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Masalan, tasavvur qiling, endi bu yerda biz boshqacharoq ko'rsatkich olamiz. Masalan, o'sha LD50 ni biz 10 gram deb olaylik. LD50 ni 10 gram deb olamiz va o'sha IG50 ni o'zgartirmaymiz. Ya'ni 5 gram deb olamiz. 5 gram. Endi bu yerda terapevtik indeks necha chiqadi? Terapevtik indeks 2 chiqadi do'stlar. 2 chiqadi. Biz mana bu yerda do'stlar, mana bu yerda 4 ta bo'lgandik. Endi bu yerda 2 chiqyapti. Qaysi biri xavfli dori? Albatta, mana bu yerdagi o'sha terapevtik indeksi 2 chiqqan dorining xavflilik darajasi yuqori. Xo'p, sizlarga hozir buni yana qaytadan tushuntiraman. Terapevtik indeksga o'xshash bizda yana tushuncha bor. Bu terapevtik oyna yoki bo'lmasa terapevtik window deyiladi. Xo'p, bu qanday hisoblanadi? Yuqorida biz terapevtik indeksni LD50 va IG50 larni bir-biriga nisbati deb olgan bo'lsak, do'stlar, mana bu yerda terapevtik window bir-biridan ayirmasi hisoblanadi. Mana e'tibor qarasang, bu yerda o'sha mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Minimum effektiv doza. Masalan, bu yerda o'sha IG50 ni ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu yerda LD50 ni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni minimum toksik doza. Farqi yo'q. Xullas, minimum effektiv dozadan minimum toksik dozani biz ayirganimizda terapevtik oyna kelib chiqadi. Mana terapevtik oyna. Terapevtik oyna degani do'stlar, ayni sen masalan mana shu dorini 5 gram mana bu yerga yuborganingda o'zingga effektga erisha olding, ya'ni bemorni davolay olding degan. Lekin mana bu yerda masalan LD50 ga 20 gram. 20 gram. Mana bu yerdagi terapevtik oynani maqsadi shundaki, do'stlar, biz yana qancha dori beradigan bo'lsak, necha gram dori beradigan bo'lsak, toksik dozaga yetib qolishimiz mumkin degan. Ya'ni biz necha gram dorini qo'rqmasdan bera olamiz. Masalan, bu yerda aytishim mumkinki, biz yana mana bu yerda 15 gram dorini qo'rqmasdan bera olamiz. Ya'ni bu 15 gram dori o'sha terapevtik windowning ichida, tushunyapsizmi? Ayni 15 gram bera oladigan bo'lsak, keyinchalik bu o'sha LD50 ga, ya'ni 20 gramga yaqinlashib qoladi. Endi biz keyinchalik o'sha LD50 dan oshirmasligimiz kerak. Chunki bemorlarda o'lim ko'rsatkichiga nima qilib qo'yishimiz mumkin, sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Tushunarli-a? Bu yerda o'sha terapevtik windows qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bu oraliq qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, dori shunchalik xavfsiz bo'ladi. O'ylanmasdan dorini berishingiz mumkin. Mana bu yerda ham terapevtik indeks qanchalik katta bo'lsa yoki terapevtik window qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, dori shunchalik xavfsiz bo'ladi. Dorini qo'rqmasdan berishimiz mumkin. Xo'p, menimcha tushuntira oldim. Endi bu yerda aytayaptiki, o'sha terapevtik indeksi kichkina bo'lgan dorilarni ba'zi birlarini bizga sanab o'tgan. Ayni bu dorilarni bizga berishimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki ulardan o'sha zararlanib, ya'ni umuman zararlanib emas, zaharlanib qolish, ulardan o'sha o'lim ko'rsatkichini oldini olishimiz uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bular qaysi dorilar? E'tibor qarating, bular varfarin, vigaksin, litiy va tiafilin dorilar. Ayni mana shu 4 tala dorini yodlab qoling. Bular o'sha terapevtik indeksi kichkina bo'lgan dorilar hisoblanadi. Tushunarli-a? Xo'p, mana shu darsimizda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Qandaydir o'sha tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta dars davomida so'raysizlar. Bu darsimiz do'stlar juda ham sodda dars emas. Sal bo'lsa ham o'sha bu yerda mexanizmlar, grafiklar ko'proq, shuning uchun tushunmay qolishlarining ehtimoli ham bor. Shuning uchun do'stlar, qanday tushunmovchilik bo'lsa, albatta tortinmasdan mendan yoki guruhdan so'rayverasizlar. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.